Raportda Ellikboshlarimiz har bir ziyoratchimizga 5 litr zamzam suv hadya qilib berishadi. Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda foydalanuvchilar va Yakat Plus kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz ko'pchilik obunachilarimizning savollariga binoan Abdurahmonjonning oldiga kelib, Xudo xolasa bitta yana to'liq video rolik qilamiz. O'tgan safargi videomizda ancha kamchiliklar bo'lgan ekan. Shularda savollariga javob bergan holatda bugun yana umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlarga bir qator qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Abdurahmonjon, tuzimisiz? Rahmat. Yaxshi yo'ldingizmi aka o'zim? Charchamayapsizmi? Rahmat, aka. Xo'p, o'tgan safar obunachilarimiz juda ko'p savollar qoldirishgan ekan. Endi shu haqda bitta savollarni berib, savol-javob qilamiz endi qo'ldan kelgancha. Bo'laveradi. Umra ziyoratiga borishlik niyat qilganlarga mana pastda raqamlar qo'yamiz. Akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishonchli umra jamiyatidan boramiz deb niyat qilganlar aloqaga chiqaverasizlar. Abdurahmonjon, tuzimisiz? Rahmat aka. Obunachilarimiz qo'ng'iroq qilishyaptimi? Ha, qo'ng'iroqlar bo'lib turibdi aka. Barakasini bersin. Hammani nima deydi, niyatni amalga oshirishga sizdan men ham sababchi bo'lyapsiz. Biz ham qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, qo'ng'iroqlarga javob berib, imkon qadar o'sha reyslarni to'g'rilab beryapmiz, xudo xolasa. Reyslar har 2 kunda bo'lib turibdi. Ha, o'zi noyabr oyiga reyslar ochilgan aka. Hozir mana oktyabr oyi turgan bo'lsak, oktyabr oyi alhamdulillah reyslar to'la bo'lgan. Noyabr oyiga o'tganmiz. Noyabr oyiga reyslar qo'ydik Toshkentdan, Andijon, Farg'ona, Madina qilib reyslar qo'ydik. Har 2 kunda bir reyslarimiz bor. Jiddaga, Madinaga uchilyapti, xudo xolasa. 4 ta viloyatdan, har 4 ta viloyatdan bor aka. Vodiy Toshkentdan, Vodiy, Andijon, Namangan, Farg'ona, yog'i Toshkentdan. Toshkentdan har 2 kunda reyslarimiz bo'lib turadi akalar. Xo'p, endi o'tgan safargi videomizda bitta qiziq kommentariy o'qib qoldim. 4-5 yoshli bolalarga ham bir xil nima bo'ladimi? Chipta, biletlar, paketlar, ha. Shunaqa savol eshitib qoldim. Shu savolni men o'zim o'ylab ko'rmagan ekanman. Qarang, aka, o'zim bunaqa bo'ladi mana. Yosh yigitlar, qizlarimiz, bolalarimiz bor. Ularni ham birga ovolaylik deyshadi. Hamma endi baba onasi ketsa bolasi qolmaydi yoki boshqa ovolaylik deb alida qilishadi. Bu ham juda yaxshi narsa. Faqat shunaqa narsa borki, mana 2 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarimiz bor. 2 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarimiz. Ularga faqat vizani o'zi olinadi. Ularga viza olinib, qolgan narsalar bilet yoki bir qanaqa yoki paketdan unaqa narsalar bo'lmaydi. Faqat vizani o'ziga to'lov qilishadi, bo'ldi. Yo'q, ketishaveradi. 2 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarimiz. Shunday qildi. U qonun bo'yicha shunaqa. Endi 2 yoshdan yuqori 4 yosh, 5 yosh, 3-4 yosh bo'lib ketgan nimalarga, chaqaloqlar bolalarimizga ularga bilet 100% olinadi, viza olinadi. Endi u yoqqa borganda, mabodo deylik, bir 3 yosh bolam bo'lsa, o'zim yonimda yotib qo'yaveradi deb, onalarimiz hali bolalarini nima qilishmaydi. Paketga olinmaydi. Endi 5-6 yosh bola bo'lib ketib qoladi, nima deydi, o'g'il bola bo'ladi, boshqa bo'ladi. Endi unga to'liq nima beriladi, ya'ni kattalar qanday to'liq to'lovlar bo'ladi. 2 yoshdan oshig'iga xullas 2 yoshdan oshig'iga paket sotib olinadi. 2 yoshgacha bo'lgan bolalarimizga o'sha nima viza olinadi, bo'ldi. Vizasiga endi qancha to'lov qilinadi? $100, $110 atrofida viza chiqadi aka. O'shunaqa xarajatchasiga. Xarajat uchun ketishaveradi, Hammaga zagonopasport yo ID karta bo'lsa bo'ladi. Albatta, o'sha chaqaloqlarimizga ham o'sha nima qilib zagonopasport qilib berilyapti. O'sha zagonopasportlar qilib berilsa bo'ldi. Tushunarli. Xo'p, endi hali nima deydi? Hozir mana noyabr oyi, oktyabr oyida turibmiz. Endi noyabrga qarab ketyapmiz. Havolar ham juda mo'tadil bo'lyapti. Ajoyib bo'lyapti aka. Hozir o'zimizda ham havolar pastlab, ayniqsa mana shu oylarda juda ko'pchilik hozir mana otlanishyapti, xudo xolasa safarga. Ilohim hammamizga nasib qilsin. U yoq tomonda hozir bizga nisbatan issiqroq-a? U yerlarda Saudiya Arabistoniga bizga nisbatan ozgina issiqroq. Lekin haligi nima deydi, mo'tadil paytlari ham ko'p. Ertalabda, kechki payt, asrdan keyin boshlanadi. Asrdan keyin hatto kech paytlari ozgina bir nima deydi, sportfiklar kiyib olgan payt ham bo'lib qolyapti. Sovuq havo salqin bo'ladi-da. Sal pastlaydi. Pastlaydi aka. U tomonda ham mana qaranglar akalar, havolar ancha pastda. Nasıl boradigan bo'lyapti. Yosh kattalar qiynalmaydi. Yo'q, qiynalishmaydi aka. O'tgan safar mana videomizda ham aytib o'tib ketdik. Yosh kattalarga qanaqa sharoit, yana bir to'lovroq yana qo'ldan kelgancha. Xo'p, yosh katta hojonalar bo'lishadi aka. Bizga ham aloqa chiqqan ekanlar bor aka. O'zi yosh katta hojonalar uchun masalan mehmonxonalarimizda ularga nima kalaskalar ham bor, ya'ni aravalar ham bor mehmonxona o'zida. Unga pul to'lab aloqa qilishmaydi. 50 boshiga murojaat qilsa, 50 boshi borib turib hojoning aravacha olib berishadi. Keyin foydalanib bo'lishgandan keyin o'sha mehmonxonaga qo'yib ketishaveradi. Nima muammosi yo'q bunaqa narsalardan, xudo xolasa.
xohlasa. Ana yana eng qiziq tomoni akalar eng malakali 50 boshlilar Albatta. sizlarga boshchilik qiladi, xudo xolasa. U yerdagi polniy nimalarni o'rgatishi, Albatta qo'ldan hamma kelgancha ibodalar o'rgatishadi, xudo xohlasa. o'rgatishadi. Va birinchi borganlarida 3 kun Madina Munavvarada Ha, bo'lishadi. 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada mehmon bo'lishadi. Ya'ni bu yerda hozir masalan Toshkentdan, Farg'ona, Andijon, Namangan reyslarimiz o'zi Jidda yoki Madinaga tushadi. Ha. Jidda yoki Madina aeroportida birgalashib avtobuslar bilan birga Madina Munavvaraga borishadi. Madina Munavvaraga borishgandan keyin 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada mehmon bo'lishadi. O'sha 2 mahal issiq taom beriladi. Shunda 50 boshimiz hamma tushuntiriladi. Keyin Madinaga ziyoratlarimiz bor. Ya'ni Uhud tog'iga, Qubo masjidlariga, qilayotgan masjidlarga borib, Madina hojilarimizga, o'sha ziyoratchilarimizga ma'lumotlarda ulashishadi 50 boshlarimiz. Keyin o'sha kuni ziyoratda oxirida Xurmo bog'iga boriladi. Xurmo bog'iga borilganda, Xurmo bog'da nima? Oshimiz bor. Ya'ni ziyofat tashkil qilib berilgan. Ziyofat tashkil qilingan. Bu ya'ni o'sha ziyoratchilarga bir nima deydi? Ziyofat tashkil. Albatta, ya'ni kun bo'yi ziyorat yurib, ozgina toliqishadi. Quvvat kerak bo'ladi ibodatga. O'shuni bizda osh tashkil qilingan nimada. Xo'p, Ravzaga kirish masalalari qanaqa bo'lgan? Yaxshi savol bo'ldi aka. Xudo xolasa o'zi oldingi videoda aytib o'tganmiz aka. Ravza muammosi, ya'ni xudo xolasa inshaalloh shu paytgacha hojilarimiz hammalari minnatdor. Ya'ni Ravza-i Sharifga alhamdulillah Alloh nasib qilib kirib chiqishyapti. Inshaalloh bundan buyog'iga ham kirib chiqishadi. Muammosi yo'q, xudo xolasa. Xo'p, endi paketlarimiz o'zgardimi yoki o'zgargani yo'qmi? O'shami? Xo'p, paketlarimiz narxlari aka o'zi o'zgargan. Ya'ni nimaga hozir har kuni gaplashyaptik, havolar salqinlashgan sari, boradigan hojonalar ko'payayotgan sari biz sotib olayotgan biletlarimiz, aviakompaniya tomonidan sotilgan biletlarimiz narxlari kunma-kun, oyma-oy qo'shib boriladi. Ya'ni misol uchun biz oktyabrda olgan narximiz noyabrga to'g'ri kelmay qolyapti. Ya'ni narxlar ko'tarilyapti. Oktyabr oyiga $1050 qilib chiqargan bo'lsak aka, noyabr oyiga ziyoratchilarimiz uchun $1090 qilib chiqaryapmiz. Narxlarini. $40 farq qilyapti. Endi bitta tomoni bor. $1090 qilib chiqaryapmiz, lekin shunaqa narsa bo'lyaptiki, mana 3-4 kishi kelishyapti. Yoki ichlarida yoshi katta hojonalar bor, ya'ni 60 yoshdan oshgan hojtog'alar va boshqa. Ularga endi biz nima beramiz? Bonuslar, skidkalar bo'lib turib, oktyabr oyidagi narxni shunday qilib beryapmiz $1050 qilib. Hozir noyabr oyiga. Nimaga? Endi bittadan 3-4 odam ketyapti aka. Oson emas. Ularni ham tushunish kerak. Biz ham bir xil tushunish kerak. O'shning hisobiga o'sha $40 ni ayirib $1050 dan noyabr oyiga ham qilib beryapmiz. Yashang. Obunachilarimizga xudo xolasa. Imkon qadar inshaalloh. Bu videolarimizni akalar, qarindoshlar, sinfdoshlar gruppasiga tashlab qo'ysalaringiz, hali niyat qilib yurganlar bo'ladi-ku. Albatta aka. Shularga videomiz yetib qolsa, xudo xolasa, shular orqali biz ham haliga nima deydi, savoblarga sherik bo'lib qolamiz. Inshaalloh. Iloyim ota-onasini, o'zi ota-onasiga eng zo'r sovg'a, misol kimlardir mashina sovg'a qiladi, kimdir uy yo bir boshqa eng zo'r sovg'a ikkita chipta otasiga, onasiga duolarini olib, xudo xolasa. Hali o'sha yerda ota-onangizni jo'natsangiz, haliga 300 dan ham bir alaqa bo'lasizlar, xursand bo'lasiz, xudo nasib qilgani borib u yerda zamzam ichib, Ka'ba yaqinida duo qilishgani o'zi ijobatda, xudo xolasa aka. To'yib zamzam ichib, xudo xolasa. O'zi zamzam gapida nima qildik? Ziyoratchilarimiz qaytishayotganda, Jiddadan qaytishadi, Madinadan qaytishadi. Aeroportda 50 boshlarimiz har bir ziyoratchimizga 5 litr zamzam suv hadya qilib berishadi. O'zlari bilan olib kelishadi. Olib kelishaveradi. U zamzam suvga hech qanday bagajga ham urilmaydi, shu zamzamni olib kelishaveradi. Tushunarli. Xo'p. Zo'rinta videoda bo'ldi.